قولي لهم إن الحديث كجنة إن الحديث سقاؤه من زمزم تنثال فيه سكينة من حولنا وتحفنا رحمات رب منعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Avval bizni yo'qdan bor qilgan, bizni yaratgan ulug' Alloh subhanahu va taologa bitmas tugamas hamdu sanolarimizni yo'llaymiz. Ondan bizni yetakchimiz, yo'lboshchimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, uning oila tobatlarga, sahobalarga va qiyomatgacha shularning yo'liga ergashgan mu'minlarga Allohning cheksiz salomini yo'llaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ma Riyoz-ı Solihinning sabr bobidagi hadislar intayin ko'p. O hadisinin içinde ben her qatim okusam her qatim meni cho'nqur o'yga soldigan, manga ta'sir qilgan bir hadis bor. Amaliyotda bu hadis bir mo'minning hayotida o'zi uchirgan xushallik va musibatga nisbatan qanday pozitsiya tutishi haqida nihoyatda yig'inchoq muhim bir uchurni o'z ichiga olgan. Men doim bütün Müslümanlarda, bulunma Uygur Müslümanlarda saklanıp kelayotgan bir dinni tushunishda yoki ijro qilishda bunday bir masala bor deb o'ylayman. Chunki mening qarashimcha din cho'ng jihatdan buni 3 xil omilning birlikligi. Birisi ishonish, ya'ni iymon. Undan keyin biz o'zimizning ishonganlarini tushunish, ya'ni aql yoki tafakkur. Uchinchisi mushu ishonish va tushunish asosida maydonga kelgan amal va ish harakat. Mushu uchining birdakligi andan keyin bir mo'minning hayotini tashkil qiladi. Ya'ni bir mo'min ishonadi, u orqali haqning nima ekanligini qabul qilgan bo'ldi. Andan keyin o'zi qabul qilgan narsalar ustida o'ylanadi. O'ylanib muayyan bir tushuncha hosil qildi va bu tushunchasi uning hayotida uchragan har qanday bir masala haqida mümin emaslarga qaraganda, ya'ni musulmon emaslarga qaraganda tamamen farqli bir tafakkur usuli bilan muomala qildi. Andan keyin shu farqli tafakkur usuli u müminning butun hayotidagi ish harakatini tubdan o'zgartirib o'tadi. Masalan, biz bunda bir misolni olaylik. Bir mümin oxiratga iymon keltirdi. Ya'ni odamning hayotining bu dunyoda emas ekanligi, ya'ni o'lim bilan hayotlikning oxirlashmaydiganligi. O'limning faqat bu dunyodan yana bir dunyoga yo'tkilish ekanligini qabul qildi. Ya'ni bir mo'min oxiratga ishonganligi, uningda oxirat degan bir tushunchani paydo qildi. Bu tushuncha shuning bilan bu mo'minning o'lim degan bu hodisa haqidagi ko'z qarashini butunlay o'zgartirdi. Agar u oxiratga ishonmagan vaqtda o'lim unga nisbatan bir jonning butunlay yo'q bo'lib ketishi. Ama o ahiretki işengellik için kaydı tirildir dikenme diyendiğin keyin o hayatındaki barlık iş hareketleri ona nispeten ölmeymen diyen ademge qaraganda yoki tirilmeymen diyen ademge qaraganda butunlay farqli oldu. Yani bizim ahiret tushunchimiz, bizning o'lim haqidagi tushunchalarimiz bizning bu dunyodagi barliq ish harakatimizga amaliyotda ta'sir ko'rsatadi. Masalan, oddiylashtırib o'ylasak, biz maktabda o'qiyotimiz. Mektepte ders okuvatımız, tapşırık işimiz lazım. Eğer biz mevsim ahırda bu mevsim okuganlarımızın çok imtihan elindiğini bilsek, bizdeki bu biliş, bizden muşu mevsimdeki ügünüş hareketimizki tesir gösterdi göstermemdi. Elbette gösterdi. Çünkü biz imtihana katlaşacağımızı bilgenlikimiz için çokum bu bizni imtihan yok vakti qaraganda tekme tirişki kısıtışı, şununla yetekleşi mümkün. Çünkü ben bərabər muşu mevsim ahırda imtihana qatnaşıma, bu imtihana qatnaşım benim bilgen bilmegenlikimni ölçeydi deb o'ylaymiz. Şu sebepten biz bu mevsim texmi yaxshi ügünüşke mecbur bulumuz yoki şunu tanlaymiz. Amaliyotda bizni tirishqi mecburlagan, tirishqi turtki bo'lgan narsa dal shu mevsim ahirida imtihan borligiga ishonishdan iborat. Uni yo'qotgan vaqtimda men bayon demoqchi bo'ldim shu. Agar bir mo'min oxiratning mavjudligiga tirildirilganligiga ve sual so'roqning mavjudligiga ishongan vaqtda uning hayoti ishonmagan chog'dagidan mohiyatli o'zgarish yuz berdi. Endi ishondi. Oxirat bormi desa bor dedi. Ammo hayotlikda reallikda nurg'un kishilarni ko'ryapmiz. Bayon mening deganlarim o'lchamlik holat. Ya'ni bu shunday bo'lishi kerak.
Ama reallıqda biz bir musulmondan so'raymiz. Oxiratga ishonamsa, ishonaman deydi. Savol so'roqdan borligiga ishonamsa, ishonaman deydi. Ammo gerçi shunda ishonsa-mu, ammo bu ishonish hayotlikdagi nurg'un ish harakatlarga bayon biz degandek to'liq ta'sir ko'rsatib ketmaydi. Bu ish harakatlarga to'liq ta'sir ko'rsatib ketmaydi. Endi miyada bu nima ishqimi shunday bo'ldi degan bir savol bor. Birisi ishondi. Do'zax jannatning mavjudligiga ishondi. Savol so'roqqa ishondi. Shunda turug'liq biz hozir dunyoda ko'ryapmiz. Hatto o'zimiz son-sanoqsiz musulmonlarning shuni ishondim deb da'vo qilib turib, ammo hayotida u ishonchning iznolarini yetarli ko'rmayapmiz. Xato ishlarni, yomon ishlarni qilgan vaqtda shu ishdan hisob beradigan bir pozitsiyani ko'rmayapmiz. Bu yerda ikkinchi qadamda men har doim o'ylayman. Biz gerçi iman keltirgan bo'lsak-mu, bu imonimiz bizning to'liq tafakkur usulimizga, ya'ni turkcha aytsak hamda zehniyatimizga aylanmadi deb o'ylayman. Shunga men bu yerda shuni qo'shib qo'ydim. İşiniş, zihniyet ve hareket. Muşu üçü birdeklikni saqlagan vaqtda, anadaki bir müminning hayoti to'liq islomlashgan bo'ldi deb o'ylayman. Agar ishonish mavjud, ammo tafakkur usuli texcha haqiqiy islomiy bo'lmasa, ya'ni islom talab qilgan shaklda bo'lmasa, yoki iymoni taqozo qilgan shaklda bo'lmagan vaqtda. Bu chog'da qanday ish yuz berishi mumkin? Uni ayeti 5 vaqt namozni yaxshi o'qishi mumkin. Hatto Qur'onni yodlagan bo'lishi mumkin. Boshqa nurg'un amallarni qilgan bo'lishi mumkin. Ammo u tijoratda. Tijorat qilib o'tib turib boshqalarga yolg'on aytishi mumkin. Yoki mesela hozirgiga o'xshash o'zining vatani butunlay qo'ldan ketgan vaqtda o'zining urug' tuqqanlari, qarindoshlari bir yo'qotqich zarbining oldida turgan vaqtda u butunlay inkossiz sukut ichida turishi mumkin. Yani turayotganligini ko'ryapmiz. Unda da bu ziddiyatni zodi qanday tushunish mumkin? Bir tarafdan u shaxsiy ibodatlarni yaxshi qilyapti. Ammo yana bir tarafdan o'xshash şu İslam buyurgan ya da texmi muhim. Nurg'un masalalarga sal qaraydi. Shunga men hadisi deyishdan burun sizlarga shu hukmni uqtirmoqchi. Yani bir musulmonning qalbimi musulmon bo'lishi lozim. Uningdan keyin mingisimi musulmon bo'lishi lozim. Aqli musulmon bo'lishi lozim. Biz yig'izida iymon etganligini da'vo qilgan, ammo fikr yurgizgan vaqtda butunlay boshqacha bir logika, boshqa bir mantiqda fikr yurgizgan kishilarni bilamiz. Anadaki hareketi bütünler başka kişilerle uçurtuz. Hazırki krizimiz, Müslümanların krizisi, bek egir krizisi mi olacak? Bu şu üç yıl ana türük arasındaki birleksizlikten ibaret. Şunu Muşi hadis bugün ben sözlemek için şu hadis bizge Muşi yaktan ait yaxşı bir misal beredi de böyle. Peygamber Aleyhisselam mundaq degan. Ben mümin bendenin bütün işlerinden hayran qalaman. Çünkü onun hamma işi yaxshilik ishidir. Lekin müminlerden başqa undaq emas. Agar müminga bayashatlik yetsa, u shukr qiladi. Agar biror musibat yetsa, u sabr qiladi. Bu uning uchun yaxshidir. Hamda biz hayotlikda inson duch keladigan barliq ishlarni bilamiz. Cho'ng jihatdan iki kategoriyaga ayirish mumkin. Birisi erishish, ikincisi yo'qotish. Birisi muyassarlik, ikincisi mahrumlik. Boshqacha aytsak. Masalan biz har kuni sog' salomat o'rnimizdan turdik deylik. Demak biz agar kechgacha boshqacha bir ish bo'lmay qolsa 24 soat bir vaqtga erishdik. Biz har vaqt kasal bo'lmasak-la bir sog'lom badanga erishgan holatda. Agar kasal bo'lgan vaqtda salomatligimizdan shu kasalning darajasiga asosan ma'lum darajada mahrumlikda. Bizni Alloh ma'lum shaklda, ma'lum sabablar bilan zulmdan qutqizib chiqdi. Bu nima? Bu bir erishish. Xuddi shuning bilan bir vaqtda biz nurg'un urug' tuqqanlarimizdan, ayada vatanimizdan mahrum qoldik. Yana bir jihatdan bir mahrumlik. Agar biz tijorat qilsak, pul topdik, erishdik. Agar o'quvchi bo'lsak, yaxshi o'qidik. Shuning bilan natijamiz yaxshi bo'ldi, bilimga erishdik.
Shuning bilan bir vaqtda balkim bayon deganimga o'xshash kasal bo'lib qolishimiz mumkin. Urug' tuqqanlarimizdan ayirib qolishimiz mumkin. Tijorat qilib ziyon tortishimiz mumkin. Hatto gadinimizgacha qarzga kirib qolishimiz mumkin. Ya'ni bir insonning hayoti amaliyotda menimcha tug'ilib o'lguchi bo'lgan jarayonda mushu ikkisining orasida aylanadi. Biz bir tarafdan erishimiz, bir tarafdan yo'qotimiz. Ba'zi chog'da erishgach yo'qotimiz, ba'zi chog'da yo'qotgach erishimiz. Ikkisi ba'zi vaqtda intayin zich birisi-birisiga kirishib ketgan bo'ldi. Xuddi bayon deganimga o'xshash. Biz hijrat qilib chiqdik, erkinlikka erishdik. Shu erishish bilan birga biz vatanimizdan, urug' tuqqanlarimizdan qanday qildik? Ayrildik. Endi bu hadis bizga bir hayot pozitsiyasini o'rgatyapti. Men bayon deganimga o'xshash bir mo'minda bo'lishga tegishli bir zihniyatni o'rgatyapti. Sen her vaqt yo'qotishing mumkin. Yo'qotgan vaqtda sabr qil. Sen erishishing mumkin, erishgan vaqtda shukr qil. Agar bir mo'min, bir iymon etgan odam, agar hayotida mushini o'ziga mujassamlashtira olsa, ya'ni mushu xil tafakkur usulini, mushu zihniyatni o'zining doimiy tafakkur odatiga aylantira olgan vaqtda, menimcha bu mo'min bu dunyodami, u dunyodami baxtli bo'ldi. Ya'ni har qanday bir mahrumlik uni tigi taktidan o'rib o'tolmaydi, yiqitib o'tolmaydi. Gerçi onun azapga akasimi, onu ig'ir dard alamlarga mubtalo qilsimi, ammo bu dard alamlar uni psixologik jihatdan to'liq vayron qilib o'tolmaydi. Xuddi shunga o'xshash, haqancha tog'dek boylikqa erishsimi, hech kim erishamagan martabalarga, pul-mollarga, bilimga erishsimi, hamma odam hayron qolgandek bir narsaga erishsimi, bu erishish uni haqorat qilib o'tolmaydi. Takabbur qilib o'tolmaydi. Chunki u erishgandan keyin Allohga shukr qilishni biladi. Chunki u yo'qotgandan keyin uningga sabr qilishni biladi. Agar bir inson o'zining hayotidagi mushu mahrumlik va muyassarlikka mushu xil pozitsiyada yuzlanadigan vaqtda biz tasavvur qilib boqaylik. Kimning hayoti bir xil baxtsizlik, dard alam, qayg'u ichida o'tishi mumkin? Hatta en yakın kişilerimizden ayrılıp kalsak mı? Gerçi bizge vakitlik azap ekegen takdirdi mi? Ama biz bir müminin pozisyasını unutup kalmagan halde. Bundan ayrılıp gelişim bana hakikaten ağır azap ekeldi. Ama Allah şunu halaptı. Ben Allah halagan işini kubul kılışka teklif kılıngan. Şunu buyurulgan. Yani ben bunu sabır kılışka teklif kılıngan. Ben çıraylıkça sabır kılalayım edip üzü şundak sözleyeleydi. Eğer undamamız şu. Uçağda o ayrılıp gelişini xil ayığı çıkmaz dert qaqşaş şikayetlerle özünün derdini tekrar ağırtışı mümkün. Onun onu mine ep kessançı yıkıla. O neme günah kılgan boğuydu, o yaş durup demiş ki benden ayrı etse. Dep bağan sıra bu xil qaqşaş hatta Allah'ın kararına nispeten öktü kopuş, onu kubul kılanmazlık. Bir xil asilik pozisyasiga qadar taraqqiy qilishi mumkin. Amaliyotda biz shuni o'ylab baqsaq bo'ldi. Masalan, har qitim o'zimiz hozir hayotimizdagi qayg'u alamlik daqiqalarni o'ylab boqaylik. Ichimiz pushgan vaqtni o'ylab boqaylik. Menimcha bu ikki ishdan birisi. Ya yo'qotganlarimiz izimiz keldi, ya'ni ayrilganlarimiz yoki erishamaganlarimiz. U bizni azoblaydi. Yoki biz ayati nim bo'lar deb ayatidan g'am yeymiz. Ammo mo'minning pozitsiyasi barliq oqibatlarga nisbatan u har vaqt tayyor qalb bilan muomala qila oladi va qilish kerak. Shu bu hadisning bizga uyatmoqchi bo'lgani shu. Hayot bizni ba'zida egiz cho'qqilarga chiqadi, ba'zida nihoyat cho'nqur o'raklarga tashlaydi. Mana o'shunday vaqtda qayta shu o'rakdan chiqish uchun, ya'ni yiqilgan yerdan dast turish uchun biz bir kuchga muhtoj. Sabr qila olgan kishilar da ondan bu kuch bo'ladi. Buningdan qaqshigan, buningdan o'zini yo'qotib qo'ygan, davomli shikoyat qilgan, buni qabul qilmagan kishilarda u yerdan qutulib chiqadigan jasorat bo'lmaydi, qutulib chiqadigan kuch-quvvat bo'lmaydi. Va oxirida shuni demoqchi. Unda da mushu mahrumlik va muyassarlikka nisbatan zodi
Biz bu şunda bir pozisiyada tutuşumuz lazım ekan. Unda da bunun ne faydası var? Çünkü ben İslamga bunday ishongan. İslam insonlarni u dunyoda jannat tila emas, bu dunyoni jannat qilish bilan baxtga ega qiladigan bir din. İslamning bizdan talab qilgani shu. İslamning bizdan talab qilgani shu. Unda da bizning qilgan amallarimiz yoki men hozir ta'kidlagan bu xil zihniyatning bizga nisbatan zada qanday konkret foydasi bor? Buning uchun bu savolni so'ragim keldi. Ben ibazroq buni ipuchini qisqacha dedim. Masalan biz hozirgi realligimizga qarab boqaylik. Biz hozir chet elda muhojiratda bir qancha yuz ming Uyg'ur yoki ma'lum songa asoslanganda 1 million, bo'lmasa 5-600 ming Uyg'ur yashayapmiz. Umumiy kayfiyatimiz millat xarakterli ig'ir bir umidsizlik, tushkunlik, psixik jihatda favqulodda bir sarosima ichida yashayapmiz. Chunki biz yo'qotgan narsa to'g'ri, haqiqatan ig'ir, hatto yo'qotmoqchi bo'lish ehtimolligimizga naslimi favqulodda ko'p va ig'ir. Biz har qatim shuni o'ylagan vaqtda biz normal fikr yurgizish qobiliyatimizni ba'zida ayrilib qolishga tas qolamiz. Xuddi hozirgi holatimizda har doim bunday bir ishga o'xshayman. Biz bir zalning ichida. Biz zalning ichida bir yig'in ichyapmiz yoki bir faoliyat qilyapmiz. Tuyuqsiz bu zalga o't ketdi. Zalga o't ketgandan keyin zalning ichidagilarning hammasi isni ko'rgandan keyin darhol nima ish qildi, qalbimizga kelgan narsa. Biz uchqandek eshikka berib, eshikni ichib qochmoqchi bo'lamiz. Hozir hammamiz shunday bir qichish sarosimasi ichida. Ammo hammamiz shu sarosimaga cho'kkan vaqtda, ya'ni shuning ichida turgan vaqtda hammamiz eshikka o'zimizni urdik. Eshik ichiga ichiladi. Ammo hammamiz eshikka o'zimizni urganligimiz uchun eshikning oldidagi turgan odam to'xtala deb haqancha qattiq vaqirsimi, uning atrofidagi va keyindagilar hech kim buni anglamaydi. Shuning bilan oldiga tarsa ochqiladigan eshikni hammadan keyindan ittirib turganligi uchun bu eshikni oldiga deb ocholmaydi. Shuning bilan bu binodan qutulg'ila olmaydi, kuyib ketadi. Nima uchun? Chunki oyadagi krizisga nisbatan so'g'uqqan bo'lmaslik, krizisni bir qadam to'xtatib turib o'ylayolmaslik, butunlay aql hushimizni yo'qotgan holda sarosima bilan qutulishni o'ylash bizni qutulishga emas, texnik tutilishga boshlaydi. Hozir bizning holatimizda vatanda gerçi zulm qanchalik bo'lishini qat'iy nazar. O'zimizning bevosita urug' tuqqanlardan ayrilib ketish ketmasligimizdan qat'iy nazar. Bizdan hozir talab qilingan narsa bir mo'mincha pozitsiya nuqtasida aytgan vaqtda mumkin qadar aql hushimizni yo'qotmaslik, so'g'uqqanligimizni yo'qotmaslik. Faqat shunda bo'lgan vaqtda anandan keyin bizning bir qutulish yo'li haqida bir tamkin qalb bilan, bu so'g'uqqan aql bilan asqatadigan bir yo'l o'ylash imkoniyatimiz bor. Agar bunda bo'lmagan ahvol ostida hozirgiga o'xshash hamma odam to'rt atrofga sarosimada yugurayotgan bir ahvol ostida bizni qutqizadigan atrofli bir yo'l o'ylash imkoniyatimiz yo'q. Biz bu imonimiz orqali, bu zihniyatimiz orqali amaliyotda Xitoylarning vatanda selayotgan zulmining bizni kontrol qilib olishining oldini olgan bo'lamiz. Shunga biz bu imonimiz orqali men o'ylayman, ya'ni bu mo'mincha pozitsiya, bu tutum orqali gerçi Xitoy bizning vatanimizni moddiy va materialiy jihat, ya'ni zamin jihatdan istilo qilib olgan bo'lsa-mu, biz o'zimizning qalbini ularga ishg'ol qildirmasligimiz kerak. Qalbini, ruhiyatimizni ularning istilo qilib olishidan saqlay olishimiz kerak. Hem saqlay olamiz. Shunda qoral bizda bor. Biz mushuni saqlay olsakmi, biz erkinlikka ma'lum jihatda erishgan bo'lamiz. Chunki erkinlik cho'qim jismoniy qulluqlar emas. Fikriy va ruhiy qulluq erkinlikning eng yomon, qulluqning eng yomoni. Biz buni ideyimizdan parçaqlayanmagan vaqtimizda kallamizdan Xitoy bizning zaminimizni emas, bizdan necha ming kilometr uzoqda turib bizni istilo qilib olgan. Agar Xitoy bizni istilo qilib olgan bo'lsa, biz o'zimizning o'sha zaif iymoni orqali uni ruxsat qilgan bo'lamiz. Shu qalbimizning eshigini Xitoyning vahimalariga echib bergan bo'lamiz.
Buni hech bir ish bermaslik menimcha mana mushundaq islomiy pozitsiyaning bizning zehniyatimizda qanchalik mustahkam yoki emasligiga bog'liq deb o'ylayman. Hozir mushu zulmning shu qadar ig'irligi sababidan biz o'zimizning hatto hech ish qilmasligi, qilolmasligi, o'rganish qilolmasligimiz, o'rganish qilsak mingimizda turmasligi, biror ishga zehnimizni markazlashtirmasligimiz deganga o'xshash hayotdagi barliq natijasizlik ve ünümsizliklerimizni şulağa bağlap durup düşendirip elip üzümüzge ve başkalarına teselli tepivatımız. Bir hesapta üzümüzde peypelevatımız, mençi boğanda üzümüzde aldavatımız. Allah insanını kütürenmeydiğen bir musibet ile sınımaydı. Eğer Allah bir insanını her kandak bir musibet ile sınıgan bolsa, çokum o insan kütüreleydiğen musibet. Eğer o insan onu kütürenmeyen bolsa, yoki ko'tarilmagandek his qilgan bo'lsa, u yerdagi masala musibatning intayin ig'irligi emas, eng muhimi musibatni ko'taradigan qalbning zaifligi. Mushu nuqtadan men sabr qilish degan zodi nima degan bu savolga mening bilishimcha bu imom Ebu Hamid G'azzolining nimasi, tabiri. Şu tabirini bir o'qib o'tayin. Ben en yoqtirgan tabirlarning biri o. Shunda debdi, sabr qilish deganimiz nefsini, yani o'zining insoniy nefsini endişe ve qayg'udan, tilini shikoyatdan, harakatini yomon ishlardan saqlab, erishganda ve yo'qotganda bir xil birdek pozisyonu temkin tutup duruş. Şunun bilan birga Allah'tan başkasına şikayet ve qaqshamaslik. Yani Allah'tan başkasına şikayet qilmaslik ve qaqshamaslik. Sabr degan mushu bilan. Menimcha bu intayin yig'inchoq yaxshi ifodalagan bir ta'bir deb o'yladim. Aş İhya-ul Ulumuddin'da sözlengende yana bir so'zni misol qilibdi. Abdullah ibn Mas'ud mundaq degan dedi. İman mana ikki narsadan tuziladi. Uning bir qismi shukr qilish, yana bir qismi sabr qilish. Men xuddi Abdullah ibn Mas'ud menimcha mushu hadisni sharhlabdi deb o'yladim. Dal mushu hadisda kelgan musibatlarga nisbatan qanday qilish, sabr qilish. Xushalliqlarga nisbatan Allohga shukr qilishni bilish. İman mana mushu. Tigi tektin aytganda. Shunga biz agar erishib turib shukr qilishni unutib qolgan vaqtimizda. Chunki inson har doim unutib qoldi. Shunga ba'zi tilshunoslar, arab tilshunoslar deydi, inson degan so'zni arabchadagi unutib qilish, ya'ni nasiya degan so'zdan turlanib chiqqan. Buning ma'nosi unutib qolg'uchi deganlik deydi. Amaliyotimiz Qur'oni Karim qarab boqadigan bo'lsak, Alloh Qur'oni Karimda sanoqsiz yerda o'zining insonlarga bergan, bizning ko'zimiz ko'rib turgan ne'matlarini bizga qayta sanab beryapti. Sizlar o'zinglarning badaniga qaramamsizlar dedi. Ya'ni biz midirlayotgan badanga, yeyotgan tomoqlarimizga, biz ostida yashayotgan osmonga, biz yashayotgan zaminga, har kuni uchraydigan shamolga, mushularga qaramamsizlar. Mushularni men sizlarga qilib berdim emasmi? Ya'ni sizlar nima deb shukr qilmaysizlar deb biz ne'mat ichida turib, ne'matni har doim unutib qolamiz. Shunlashqa biz ilm egallab, ilmlik bo'lgan vaqtimizda yoki tijorat qilib pul topgan vaqtlarimizda, ya'ni hayotimizda qanchalik yuksak maqomlarga yuksalib ketaylik, shukr qilgan vaqtimizda anandan keyin biz kamtarlikni, Allohning oldidagi Allah talab qilgan pozitsiyani va maqomni saqlay olamiz. Allah Qur'oni Karimda Qarunni misol qiladi. Allah Qur'oni Karimda Qarunni misol qilgan vaqtda esimiz bo'lishi mumkin. Qarunni Firavunga o'xshash o o'zini iloh deb jakaligini yo'q. Hatto Allohning barliq birligini inkor qilganligi haqida gap yo'q. Ammo yerning taktiga cho'ktirilib etishdan iborat shunday bir ig'ir jazoga sabab bo'lgan narsa nima? Chunki Qarun hayotining eng muvaffaqiyatining yuksak cho'qqalarida u shunday o'yladi.
Men bu muvaffaqiyatga öz kuchimga va aqlimga tayanib chiqdi. Mening bunda bir yuksak cho'qqiga chiqa olishimda Allohning hech qanday mudohilasi yo'q deb qarag'anligi uchun Alloh g'azablanib uni ig'ir jazo bilan jazolantirdi va buni qiyomatgacha barliq muvaffaqiyatga erishgan kishilarga bir ibrat qildi. Çünkü her qatim neçə 100 ming tapdıq, neçə 100 milyon tapdıq, unda qilivetdik, itivetdik degan vaqtda Allah şu Qarunni eslang deb turib şu Qarunni şu muvaffaqiyat qozong'uchilarga bir misol qilib ko'rsatdi. Xuddi shunga o'xshash sabr qilg'uchilarga nisbatan biz Ayyub alayhissalomning qissasini bilamiz. Ayyub alayhissalomning hayotida ma'lum bir qavmga berib islomni yetkazganligini, ya'ni ma'lum bir risolatni ustiga olgan payg'ambar ekanligini bilmaymiz. Ammo uning butun hayotida qilgani faqat butun bedenini qoplab ketgan shuncha ig'ir kasalga nisbatan shu kasal ustida Allohdan qaqshab, Allohdan shikoyat qilmaganligi va shu kasalni sabr bilan, shu xil taskin qalb bilan qabul qilganligi. Shayton uning yoniga qayta boradi. Ya'ni Ayyub alayhissalomni mushu kasal tufaylidan Allohga bir isyon qilamikin edi. Ammo Ayyub alayhissalom unda qilmaydi. Men o'ylayman Alloh Ayyub alayhissalomning mushu xislati orqali bizga shuni o'rgatmoqchi. Har qanday musibatda aql o'zini yo'qotmaslik, Allohdan kelgan har qanday bir balo qazo musibatni tamkin qalb bilan qabul qiladigan bir imoniy zihniyatga ega bo'lish. Biz bu vaqtda so'zlasak texnik so'zlashimiz mumkin. Ammo qisqartgan vaqtda bu hadis bizga o'rgatmoqchi bo'lgan narsa bir mo'minning hayotdagi egizlik va pastlikligi, xushallik va musibatligi, erishish va yo'qotishligi qanday bir pozitsiyada bo'ldi. Mushuni o'rgatmoqchi. Agar biz mushuni o'rgangan vaqtimizda, bayam deganimga o'xshash, kundalik hayotimizdagi va butun hayotimizdagi barliq mushu yiqilish va turishlarga biz nihoyatda soğuqqan bir qalb bilan muomala qilamiz. Faqat ashunda bir so'g'uqqan qalb bilan muomala qiladigan vaqtimizda, bayan men degandek, biz aql hushimizdan adishib qolmaymiz. Har qanday bir zarbimi bizni masalalar ustida so'g'uqqan, to'g'rini topadigan bir shaklda fikr qilishga ma'naviy jihatda asos bo'ldi. Agar unda bo'lmagan ahvol ostida, qanday bo'ldi? Unda bo'lmaganda Payg'ambar alayhisalom Toifdan qaytib kelgandan keyin Taif'ta Peygamber Aleyhisselam hayatındaki en ağır bir günni, ağır bir musibetini yaşaydı. Hiç qanday bir vaqtda Taif'dikidek onda bevosita shaxsiyati xo'rlangan emas. Shu vaqtda sahobalar kelib Taif'dikilarga bir beddua qilmamsa degan vaqtda Peygamber Aleyhisselam beddua qilmaydi. Aksicha ularning hidoyatiga duo qildi. Bu yerda ikki xil pozitsiya bor. Musibatga nisbatan sahobalar bardosh qilolmay qoldi. Bir beddua qilib bularni bir yerda yakson qilmamdiq deb o'ylaydi. Ammo Payg'ambar alayhissalom boshqacha bir zihniyat bilan mening vazifam boshqa deb turib uningga o'zining shaxsiy azobidan halqib turib ularning hidoyatiga duo qiladi. Ya'ni Payg'ambar alayhissalom oyatda hissiyotining keyini kirib ketmaydi demoqchiman. Amaliyotda Payg'ambar alayhissalom bir hissiyot egisi. Peygamber Aleyhisselam'ın nurgun hadislerde gazaplanıp kıpkızıl bulup gitti. Diyen nayet köp hadisler var. Hem de sabrının Arapça yıldız meyanisi bazı tilşünaslar Arabistan çölüde üsüdüğün nayet açık bir üsümlük varmış. O ismi sabır bölümü değil. Şunu yese, onu tetip baksa sabır kılıç çıdaş nayet tesmiş. Shuningdan kelgan, ya'ni inson o'zi chidayolmaydigan azobga nisbatan chidash degan ma'noda kelgan. Yana bir ma'nosi ham to'solg'i bo'lmoq, hapsga otmoq, ya'ni ma'lum bir doirada kontrol qilib turmoq. Ma'lum masalaga nisbatan bardoshlik vermek, chidashlik ko'rsatmak degan ma'noda. Qur'oni Karimda sabr umumiy jihatdan inson nafsiga ig'ir keladigan har qanday ahvol ostida shu sirtdan kelgan shu musibatlar emas. Masalan, jalb qilish, masalan, vasvasa. Shularning oldida
haqdan taymaslik, to'g'ri yo'ldan qaymaslik, chetlamaslik, haqdan mustahkam turish. Endi Uyg'urlarning sabr tushunchasi, mana kelib so'zlamoqchi endi, mana kesib o'tamiz. İslomiy atalg'ularning nurg'unlari bizning Uyg'urchada bekli burmilinib tushunilgan. Uyg'ur tili iste'molida nurg'un so'zlar asli islomda maqsad qilingan ma'nidan necha chaqirim yiroqqa ketgan. Masalan, Uyg'ur tilida bir sabr qiling endi degan gap, haqda chingtiring degan gap emas. Sabr qiling degan gap, haqancha nahaq ish zulm bo'lsa-mu, siz un chiqmay shuni bir qabul qilib yutib o'ting. Masalan deydi, ikkalan bir davo dasturiga chiqib qoldi. Birisining nihoyat aniq haqsiz. Nihoyat aniq haqsiz hamda. Masalan, bu yezilarda intan ko'p ko'rildi. Masalan, mahalladagi bir boy yoki dodiyjon bir şekilde yana bir namratni ya iqtisodiy jihatdan boshqa jihatdan buzib ketib olsa, shuning bilan bu masalani doim shu maldagi imomlar hal qilishga majbur bo'ladi. Shularning yaniga bor. Shunlar bu imom qanday qildi? Kelib a namratga sabr qilish haqida tabliq qildi. Ya'ni bizdagi sabr qilish bunday. Zulm, yomonliklarga nisbatan un chiqmay uni qabul qilib yuvosh bo'lish degan. Ama İslam'daki sabır kılış fakat muştanızı çın tügüm düşmanga nisbatan. Hazırca atma. Ama tügüştün kat'i. Bir minut, bir dakika mı unutup kalmam bu tügüştü degan gap. Şu Mekke'deki Müslümanlığa sabır kılınlar degan çağda siz nahayet yavaş durunlar degan emas. Hazırca aşkara inkas qaytırmanglar. Ama iradan aldın hergiz keynanlığı yanmanglar. Bu haqda ching turinglar degan. Men ana shunda o'xshatib qo'ydim. Mushtingizni chin tugib, ammo atmang degan gap sabr. Andaki yana bir ma'nolari, masalan bir nihoyatda bizning nafsimizni jalb qiladigan bir gunoh fursatlari kelib qolgan vaqtda shu gunoh, ya'ni shu vasvasalarga, shu jalb qilishga nisbatan o'zini tutib olishmi sabrning yana bir shakli. Uni boshqa nurg'un kontekstlarda nurg'un ma'no kelgan. Yani sabrni texmi yaxshi tushunishning yana bir shakli sabr qilolmaslik ifodaları. Mesela bayamqi tabirda shu narsa esingizda bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu beshiga kelgan musibatlar haqida Allohdan boshqaga shikoyat qilmaslik. Bu intayin muhim o'lcham deb o'ylayman. Bir inson beshiga kelgan dard alamlari haqida ma'lum odamlarga to'ksa, ifodalasa bo'lishi mumkin. Ammo u doimiy shikoyatga aylangan vaqtda kimni ko'zi shuningga dardlanadigan, shuningga o'zini to'kadigan, shuningga qaqshaydigan, o'zining bu nahaqchilik qilganligini aytgandan keyin kishi shotutidek sayraversa, u sabr qilish emas. Sabr qilish asli shu musibatni ro'yi jihatdan qabul qilish degandir. Uning shu üzülmez shikoyatlari amaliyotda shuni qabul qilolmaslik. Masalan, birisi vatanda intayin boy o'tgan. Necha million, necha yuz million pulisi bor bo'lishi mumkin. Ammo qoldi. Bu vatanning sirtiga chiqdi. Shuni bilan bu bir mezgil to'g'ri. Biz insoniy hissiyoti nuqtasidan uning unda ko'p pulidan ayrilib qolishini ve bu ayrilib qolishning insonga azob keltirganligini qabul qilamiz. İslamda bunu herkes rad qilmaydi, uni qabul qildi. Bu xuddi urug' tuqqanlar o'lib ketgandan keyin Peygamber Aleyhisselam da yaqı yirtib, nala selib, vaqirab yig'lashni cheklagan. Ammo ko'z yoshi qilishni cheklamagan. Bu da shunga o'xshash. U jihatda azoblansa bo'ladi. Ammo uning bu azoblanishi uning kundalik odatiga aylanib qoladi. Her daim şunun ishqida, şunun azobida, şunun g'amida, şunun derdida bo'lib qoladi. Asli bunda o'tgan, hozir bunda bo'lolmay qoldik. Munchalik pulim berdi, uningdan ayrilib qoldim. Faqat chidayolmayman desa, anadan keyin bu xil uning buni davolg'an ruhiy holati, uning bu chet eldagi unumli natijalik bir hayot yashashiga salbiy ta'sir ko'rsatsa, anadan keyin u vaqtda bu sabr qilolmagan bo'ldi. Shunga inson hayotidagi
bu erishish bilan yo'qotish orasidagi muvozanatni saqlash dal shukr qilish bilan sabr qilishni birlashtirgan chog'da amalga oshadi. Her qanday bir narsada buzuluş deganlik amaliyotda shu shayning tarkiblari orasidagi muvozanatning buzilib ketishi, tangpungliqning buzilib ketishi deganlik. İnsanın ruhi dünyası mı şu? Hayatımız mı şu? Hayatımızın her qaysi terkiplerini eğer biz hemmesini öz ornunda tutanmağa vaktimizde, hemmesinin münasebetini yani şu kösetkenliği, şu muvazenette, şu tangpunlukta saklayanmağa vaktimizde anadaki buzuluş gelip çıktı. Kisel oluşmuş şunda o. Mesela biz kanımda may maddesi öğrelip gitip diken diyen çığımız şu may maddesi öğretip gittiğin uzuqsuqlarını cık istimal qilganligimizdan olsa, şeker maddesini öğrelip ketganligimiz şuna o'xshash sababdan bo'lishi mumkin. Ya'ni beden ehtiyojli bo'lgan tarkiblarni biz tanglashda shu muvozanatni buzib o'tganligimizdan bedenimiz kasal bo'ladi. Xuddi ruhiy dunyomizmi shu? Biz bu sabr qilish, Allohning ne'matlariga shukr qilish, kelgan mana bu musibatlarni shunday bir taskin qalb bilan qarshi olish va qabul qilish deganga o'xshash hamma tarafni shunday bir muvozanatda tutib tura olgan vaqtimizda andan keyin biz har qanday bir azob zarbining oldida yiqilsaqmi tura olamiz. Islom hargiz bir mo'min yiqilmasin demaydi. Ammo yiqilsin. Ammo yetib qolmasin. Bizning yetib qolganligimiz dal amaliyotda sabr qilolmaganligimizning konkret alomati.